Q Digest yana efirda, kamera qarshisida esa Veronika Ismoilova. Universitet o'tgan haftani jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida huquqiy profilaktik tadbir bilan boshladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14 fevraldagi Prezident qarori 60, 61 va 62 son qarorlari ijrosi doirasida Po'latov Shohrux Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati Qarshi bazaviy hisoblash miqdori boshqaruvchisi hamda mas'ul xodimlar tomonidan Qarshi xalqaro universiteti talabalari va bitiruvchilari bilan uchrashuv o'tkazildi. Go'zallik, iste'dod va ishonch bir sahnada jam bo'ladigan Miss Q tanlovining saralash bosqichi bo'lib o'tdi va saralashdan o'tgan qizlarimizga omad tilab qolamiz. Va yangi kitobxonlik loyihalaridan biri yotoqxona talabalari o'rtasida o'zbek adabiyotining yorqin namoyandasi Tog'ay-Murod qalamiga mansub Otamdan qolgan dalalar asari yuzasidan kitobxonlik marafonining birinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Yana bir quvonchli voqealardan biri O'zbekiston veteran jangchi faxriylari va nogironlar birlashmasi raisi Talat Muradov Qarshi xalqaro universiteti rektori Ulug'bek Panjiyevni medal bilan munosib taqdirladilar. Rektor kubogi kibersport musobaqasi ikkinchi mavsumi bo'lib o'tdi. Shahrimizdagi game klublarning birida o'tkazilgan turnirda ko'plab geymerlar va kibersport ixlosmandlari ishtirok etdi. O'yinlar shiddatli bahslar, kuchli raqobat va yuqori adrenalin ostida o'tdi. Bir oy avval Qarshi davlat universiteti va Qarshi xalqaro universiteti o'rtasida imzolangan memorandum amaliy bosqichga o'tdi. Kelishuv doirasida sport yo'nalishidagi ilk tadbir universitetimizda o'tkazildi. Taqdimot davomida sportga oid dolzarb mavzular muhokama qilinib, ochiq muloqot va savol-javoblar tashkil etildi. Boshlangan hafta barchangizga omadli o'tishini tilab, Q Digest